Nega ba'zilar hatto dalillar aniq bo'lsa ham Iso Masihni qabul qilmaydi? Chunki subyektivlik bor. Bu bilimlar har doim shaxsiy qarashlar va ichki moyilliklar ta'sirida talqin qilinadigan yondashuvdir. Demak, insonni ichki qarashlari boshqaradi. Shuning uchun inson o'z-o'zini qutqara olmaydi, toki Xudo uning yuragiga tegmagunicha. Iso Masihning o'zi aytganidek, Yohanna xushxabari 6:44: Agar meni yuborgan Otam jalb qilmasa, hech kim mening oldimga kela olmaydi. Men esa uni oxirgi kunda tiriltiraman. Lekin hatto shunda ham tanlov bor: haqiqatga ha deyish yoki uni rad etish, va bu tanlov sizning abadiyatni qayerda o'tkazishingizni hal qiladi. Xudo yuragingizga taqillatib turganini eshityapsizmi? Siz qanday javob berasiz? Izohlarda yozing. Obuna bo'ling, layk bosing va ulashing.